Ham foydali, ham to'yimli bo'lgan glutensiz, unsiz, shakarsiz va drojjisiz shunaqangi foydali va ajoyib non tayyorlaymiz. Buning uchun bizga ivitilgan, bir kun oldin kechasi ivitilgan chechevitsa kerak bo'ladi. 2 tuxum, 1 pila ovsyanka va yarim stakan qatiq kerak bo'ladi. Tuz, razrahlitel solamiz, yaxshilab blender qilamiz. Bir xil massa bo'lgan qorishmamizni qolipga solamiz va xohishga ko'ra bezatamiz. Men qovoq urug'i va har xil sedanidan foydalandim. Pechga 45-50 minutga qo'yamiz va cho'p tiqib tekshiramiz. Agar pishmagan bo'lsa, yana qo'yamiz. 150-200 gradusda pishiramiz. Ichlari yaxshilab pishishi uchun. Olganimizdan keyin soviganida kesamiz va har xil taomlar bilan har xil vaqtda yesanglar bo'ladi. Juda ham mazali va to'yimli bo'ladi. Bu nonni sahar kasali bor insonlarga ham tayyorlab bersanglar bo'ladi va bolajonlarga ham bersanglar juda ham foydali bo'ladi. Chunki tarkibida vitamini juda ham ko'p, zararli narsalar yo'q. To'g'ri ovqatlanishda yurgan insonlarga ham juda ham qo'l keladi.